أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara Sure tefsiri 243. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Bakara suresi tefsirinin 243. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Özleri mыңlaç turuqluq, ölümden korkup, yurtlardan kaçıp çıkan kişilerden haberin yok mu? Allah ulanı ölünla dedi. Ula öldü. Ondan keyin Allah ulanı terildirdi. Allah insanlığa hakikaten merhametliktir. Ve lekin insanların köpçülüğü Allah'ın nimetine şükür kılmaydı. Allah'ın yolunda cihat kılınla, bilinla ki Allah hakikaten sözünlerini anlap durgucudur. Niyetinlerini, ahvalınlarını bilip durgucudur. Kimi ki Allah'a qarz-ı hasene veridiken, yani Allah'ın yolunda pul melini hoşallık bilen sarf kılıdiken, Allah onunla netçe hesse, yani 10 həssidin 700 həssigiçe köp qaytırdı. Allah sınaş üçün bazı kişilerinin rızkını tar kılıdı, bazı kişilerinin rızkını kən kılıdı. Kıyamet günü Allah'ın dergahıga qaytırdı sizler. Ölüklerinin kıssası doğrusu da. İbn Ebu Hatem, İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Ula Davirdan dep atıldıgan kentlik kişiler idi. Ali İbn Qasim ula Vasit degen yerden bir persah yiraklıktaki Davirdan kentlik kişiler idi dedi. Özleri mыңlaç turuqluq, ölümden korkup, yurtlardan kaçıp çıkan kişilerden haberin yok mu? Bu ayetin manası hakkında Vaki İbni Cerram, İbni Abbas radiyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Ula tövmün kişi bulup, taun kesileden kaçıp, biz ölüm yok bir zamanға ketimiz dep çıkan kişilerdir. Biz ölüm yok bir zamanға ketimiz dep çıkan kişilerdir. Ula ma'lum bir yerge kelgende, Allah ulanı ölünla dedi. Andın ula öldü. Andın ulanın kışıdın bir peygamber ötüp, Rabbige ulanı terildirip berişi üçün dua kılıverdi. Allah ulanı terildirip verdi. Bu Allah Teala'nın özleri mыңlaç turuqluq, ölümden korkup, yurtlardan kaçıp çıkan kişilerden haberin yok mu degen ayetinin manasıdır. Selep alimlerinin köpüncisi dep mundaq qarıdı. Selep alimlerinin köpüncisi mundaq dep qarıdı. O kişiler İsrail avladı devirdeki şehirlik kişiler idi. Ula yurtının havası bilen kilişelmedi. Ulağa qattiq vaba kesil tegdi. Andın ula ölümden kaçıp nahayet keng bir jilgıga düştü. Şunun bilen jilga o beşiden bu beşigacha adamlarga tolup ketdi. Andın Allah ulağı jilgının yuqori tarafından bir perişte, tüven tarafından bir perişte evetti. Andın o iki perişte bir avaz çakırıverdi. Ulanın hemmesi bir adam ölgendekla ölüp ketdi. Andın ula mallarını solaydıgan eğillağa cuğlandı. Ulanın üstüge tamla ve kabirle kopuruldu. Ula
chirib titilib ketdi. Bir zaman o'tgandan keyin İsrail avlodining payg'ambarlaridan Hazqil degan payg'ambar ularning qishidan o'tib, Alloh taoladan ularni ko'z oldida terildirib berishini so'radi. Alloh uning duosini ijobat qilib, buni: "Ey chirib ketgan so'ngaklar, Alloh sizlarni bir yerga yig'ilishga buyurdi" deyishga amr qildi. Ondan har bir bandining so'ngki o'zining parchalari bilan jamlandi. Ondan uni: "Ey so'ngaklar, Alloh sizlarning go'sht, pay va terilaringlarni qo'ndirishga buyurdi" deb chaqirishga amr qildi. Bu ishlarning hammasi u payg'ambarning ko'z oldida hozir bo'ldi. Ondan: "Ey jonlar, Alloh sizlarni har bir jon o'zining burunqi yashab kelgan badaniga qaytishini buyurdi" deb chaqirishga buyurdi. Ondan ular atrofga qaragan peti terilib qopdi. Sheksiz Alloh ularni uzun uyqusidan keyin terildirdi. Ular: "Biz seni hamma kamchilikdan pok deb bilamiz. Sendan boshqa ibodatga loyiq bir zot yo'qdir" dedi. Ularning terilishi qiyomat kuni bandilarning jismi bilan terildiganligiga ochiq pokdir. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Ya'ni ularga cho'ng alomatlarni va keskin pokitlarni ko'rsatamiz. Va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. Ya'ni ular Allohning ularga bergan dunyo va oxiratning ne'matlari uchun shukr qilmaydi. Bu qissa Alloh taqdir qilib o'tgan qismatdan qochib qutulg'ili bo'lmaydiganligiga, oxiri Alloh taolaning dargohidan boshqa qaytadigan yerning yo'qligiga ochiq pokitdir. Chunki ular vabodan qochib hayotimizni saqlab qolamiz deb chiqqan kishilar edi. Ular maqsad qilib chiqqan ishning aksichi bo'lib, ularga bir vaqtda o'lim nihoyat tez yetib keldi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumadan vaqaliki buningga o'xshaydigan hadisdan birini rivoyat qildi. İbn Abbas mundaq deydi: Ömer Shamga mangdi. U Saraq deydigan yerga kelganda uningga musulmon askarlarining boshliqlaridan Abu Ubayda ibn Jarroh va uning hamrohlari yo'liqib Shamda vabo kesilining tarqalganligidan xabar berdi. Ömer Shamga kirish yoki kirmaslik to'g'risida ularga maslahat soladi. Ular kirsak bo'larmi yoki kirmasak bo'larmi deb bir qarorga kelanmay turdi. Abdurrahman ibn Avf bir ish bilan bir yerga ketgan edi. U Ömerning qishig'iga keldi. U bo'lgan ishdan xabar tepib, bu to'g'riliq men payg'ambar alayhisalomning agar vabo bir yerda bo'lsa, sizlar u yerda bo'lsanglar, sizlar uningdan qochib chiqib ketmanglar. Agar bir yerda borligini anglasanglar, u yerga kirmanglar deganligini anglagan edim dedi. Ondan Umar Alloh taolaga hamd va sano aytib, orqasiga qaytib ketdi. Jihad qilishdan qochish ajalni yaqinlashtirolmaydiganligi yoki yiroqlashtirolmaydiganligi to'g'risida. Jihad qilishdan qochish ajalni yaqinlashtirolmaydiganligi yoki yiroqlashtirolmaydiganligi to'g'risida. Allohning yo'lida jihad qilinglar. Bilinglarki, Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turguchidir, niyatinglarni, ahvolinglarni bilib turguchidir. Ya'ni xuddi Alloh aslida kutib etgan ishdan qochib, uningdan qutuldiganiga o'xshash jihaddan qochish va uningga qatnashmaslik bir kishining o'ladigan vaqtini yaqinlashtira olmaydi, ham yiroqlashtira olmaydi. Balki uning aslida putilib ketgan ajali va yeydigan rizqidan hech narsa kemayib ketmaydi va ziyoda bo'lib qolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bu yana Allohning
urushga chiqishni xohlamagan munofiqlarni ayirishi uchundirki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlariga agar ular, ya'ni mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ldirilmaydi dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dabi qilib beqinglar. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar. Ular o'limdan qo'rqib, Rabbimiz bizga nima uchun jihadni farz qildi? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetkicha ta'xir qilsang, urushda o'ltirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, dunyoning manfaati azdır. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amalinglarning savobi kemaytilmaydi. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami? Musulmon askarlarining qo'mondoni va ularning yo'lboshlovchisi, islomning qo'g'dug'ichisi, Alloh taolaning dushmanlariga yalang'ochlangan qilichi bilan nom olgan Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu vafot etish oldida men faloni pokoni yerda urushga qatnashdim. Mening badanimda o'qya tegmagan. Mening badanimda o'qya tegmagan, pichoq yoki nayz sanjilmagan va qilich urilmagan biror a'zo yo'q. Endi men eshak o'lgandek yumshoq ko'pi ustida o'lib ketadigan bo'ldim. Qo'rqinchoqlarning ko'zlari uyquga bormadi, deydi. Uning bu so'zi u o'zining kafirlar bilan bo'lgan urushda shahid bo'lmay, ko'pi ustida o'lib ketganligiga qarab qattiq azoblanib, hasrat chekkanligidandir. Xo'shallik bilan Allohning yo'lida mol-mulkini sarf qilish va uning savobi to'g'risida. Kimiki Allohga qarzi hasana beradigan, ya'ni Allohning yo'lida pul melini xo'shallik bilan sarf qiladigan, Allah onunğa neçə hisse, yani 10 hessidən 700 hessigacha köp qaytırdı. Yani Allah bendillerini özünün yolunda mal mülkini sarf qilishga rəğbətlendirdi. Bu vaqtda keçinin 3/1 qalğanda Allah Taala'nın birinci asmanga tushadiganligini bayon qilib kelgan hadisda Allah Taala'nın mal mülkinin hammasini berib etmay ve bexillik qilish bilan o'ziga zulm qilmasdan xo'shallik bilan kim qarz berdi deganligi rivoyat qilindi. Allah bu oyatni Qur'on Karimda bir necha yerda takrorlab keldi. Allah uningga necha hassa, ya'ni 10 hassidan 700 hassigacha ko'p qaytirdi. Allah bu haqda mundaq deydi. Allah'ның yolunda pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 başaq chiqargan har boshqida 100 dandan tutgan bir danga o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga asilab savob berdi. Allah'ның marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguchining niyatini bilguchidir. Allah sınaş üçün bəzi kişilərinin rızqını tar qılıdı, bəzi kişilərinin rızqını kən qılıdı. Yəni, sizlər Allah'ın yolunda mal mülkünlərini sərf qılınlar. Sizlər mallarınlarının azlab ketişidən qorxmanglar. Allah rızqı bərgüçü zatdır. O, bəndinlərdən xalığan kişinin rızqını tar qılıdı, xalığan kişinin rızqını kən qılıdı. Mundaq bo'lishida Allohning bir katta hikmeti var. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Sana Musa vafotidan keyin Isroil avlodidan bo'lgan bir jamoaning xabari yetmadimi?
ular o'z vaqtida o'zlarining payg'ambariga bizga podshoh tiklab bergan, uning bilan dushmanlarga qarshi Allohning yo'lida jihad qilaylik deyishdi. Payg'ambar, sizlarga jihad farz qilinsa, jihad qilmay qolarsizlarmi? dedi. Ular, yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandoqmi Allohning yo'lida jihad qilmayli? dedi. Ularga jihad farz qilingan chaqda ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Alloh zolimlarni obdan bilgichidir. Yahudilarning podshohlikni va urush qilishni talab qilganligi to'g'risida. Vahib ibn Munabbah ve başkalar mundaq deydi. İsrail avlodlari Musa aleyhisselamdan keyin bir zamongacha to'g'ri yo'lda mangan edi. Ondan ular ba'zi yomon ishlarni qildi. Ba'zilari butqa cho'qindi. Ular bu ishlarni qilguncha ularga yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan va ularni Tavratning yo'liga boshlaydigan payg'ambarlar kelib turadi. Ondan ular şu yomon ishlarni qilgandan keyin Alloh taolo ularga ularning dushmanlarini hukmron qilib qo'ydi. Ular Yahudilardan nurg'unlagan kishilarni o'ltirib va nurg'un kishilarni asirga oldi. Ularning bir necha shaharlarini tortib oldi. Ularni Yahudilarning dushmanlarini Yahudilardan bir kishimi yengolmadi. Undaq bo'lishi Yahudilarning qishida Tavrat va Musa alayhissalomning zamonasidan tortib keyingilarga miros qilinib kelgan bir sanduq bor edi. Ular ozg'unlikqa cho'kib ketdi. Ondan dushmanning bir podshohi bir urushda u sanduqni va Tavratni ularning qo'llaridan tortib oldi. Ularning ichidan faqat Tavratni yodqib biladigan ozg'ina kishilar qoldi. Ularning naslidan payg'ambarlik to'xtab qoldi. Ularning ichida payg'ambar chiqadigan Lavi naslidan o'ldirilgan eridan qo'rsoq ko'targan birla ayol qoldi. Ondan Yahudilar Allah u ayolga o'zlariga payg'ambar bo'ladigan boladan birini berib qolarmikin degan umid bilan u ayolni bir uyda saqladi. U ayol Alloh taolaning o'ziga bir o'g'il berishini tilab duo qildi. Allah uning duosini ijobat qilib, uningga bir o'g'il berdi. Ondan u ayol uningga Shamuil deb ism qo'ydi. Bu ismning ma'nosi Allah mening duoyimni ijobat qildi deganlik bo'ldi. Ba'zilar uni Shamun deb atadi. U o'g'il ularning ichida o'sib yetilib cho'ng bo'ldi. Ondan u payg'ambar bo'ladigan yoshga yetganda Allah uningga vahiy qilib va uni Alloh taolani bir deb bilish aqidasiga kishilarni chaqirishga buyurdi. U İsrail avlodlarini shu aqidaga chaqirdi. Yahudilar uningdan o'zlarining dushmanlari bilan urush qiladigan bir podshohni turg'izib berishni talab qildi. Ularning ichida ham podshohmi yo'qolgan edi. U payg'ambar Yahudilarga Allah sizlarga bir podshohni turg'izib bersa, uning bilan dushmanga qarshi urush qilmay qolasizlarmikin dedi. Ular mundaq dedi. Ular yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandoqmi Allohning yo'lida jihad qilmayli dedi. Ya'ni bizning shaharlarimizni tortib oldi va bola chaqalarimizni o'ljiga oldi dedi. Ularga jihad farz qilingan chaqda ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Alloh zolimlarni obdan bilgichidir. Ya'ni ular o'zlarining va'dasiga vafo qilmadi. Aksicha ularning ko'pinchisi jihad qilishdan bosh tortdi. Alloh ularni bilib turg'uchidir. Mujahid Yahudilar o'zlariga bir podshoh tiklab berish va o'zlarining shu podshohning boshchiligida jihad qilish uchun Alloh taolaga duo qilishni talab qilgan payg'ambar Shamuil alayhissalomdir dedi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda
Bakara suresi tafsirinin 246. ayetigacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.